Yo'q, hamma salom bolalar. Sizlar bilan Moshina Dinojon 100 biz Pajavonchiga mos qachat qilamiz. Birinchi o'rinda Telegramdan qaysi mos qachat qilmoqchi bo'lsangiz, Telegramdan bosib turib, mana shunaqa bosasizlar. Keyin mana bu o'ng tarafda загрузить degan joy bor. O'sha bosasizlar bo'ldi. Keyingi ishlar Pajavonchiga kirasizlar. Undan keyin открыть папку degan joy bor. Keyin fayl bosamiz. Bu yerda telefoningiz nomiga o'tamiz. Keyin pastga sal tushiramiz. Download Telegram. Keyin mana shu yerda skachat qilgan narsalar turadi. Men mana shuni hozir olaman va tashlayman-da. Bularni olib tashlayman. Nima bo'ldi? Tak, mana shunaqa qilib olib tashlasanglar bo'ladi. Ko'p mod bo'lsa. Tak, mana shuni tashlaymiz. Okey, mana bu. Keyin nimaga bosamiz? 3 точкаga o'ng tarafda keyin copyright v degan joyga bosamiz. Endi esa ochib turamizda, chap tarafda 3 chiziq bor. O'shanga bosib, Pajavonchiga nima deymiz? Agar sizlarda bu chiqmasa ham, mana bu yerdan shunaqa turadigan bo'lsa, 3 точкаdan показать скрытый fayl deymiz. Keyin Minecraft modga o'tib, mana shuni copyright qilib tashlaymiz. Bo'ldi, ana mod o'tdi. Endi Minecraftga kirib ko'ramiz. 1 hour later. Tak, mana obunachilar kiramiz. Loading interior. Hop, mana bu 10-qishloqqa tak. Kimga kerak bo'lsa, shu video ostidan 10 ta like men buni chiqaraman. Qanday qilib 10-qishloqni ham bu qo'shish. Tak, endi tak, qaniydi? Çok bilmezsen, tak. Katta edi. Hemen inverter. Mana ko'rib turganlar, obunachilar qo'shilgan hamma narsa. Men hozir qanaqa narsa qo'shgan bo'lsam, hamma narsa qo'shilgan. Ko'rib turganlar. Albatta buning uchun obuna va like bosib qo'yinglar. 10 ta like bersanglar, men sizlarga qanday qilib 10-qishloqni qo'shishni o'rgataman bo'ldi. Mana men bitta jitiram yo'qdi. Bu kompot qishlog'i. Kimga kerak bo'lsa 10 ta like beramiz va buni ham chiqaraman. Hamma xayr bo'lsin. Sizlar bilan men Dinojon bo'ldi.